Assalomu alaykum. Ismim Alisher Isayev. 2013-yilda Sales Doctor korxonasiga asos solganman va Sales Doctor nomini patent qilganman va bu nom umrbod meniki deb o'ylaganman, lekin yaqinda shu narsa bir case bo'ldiki, bilmagan ekanman. Har 10 yilda siz patentingizni agar yangilab turmasangiz, boshqa begona odam kelib sizni patentingizni olib ketib qolishi mumkin ekan. Bunga sababchi, ya'ni bu ilmga sababchi Bekzod Esonov, ya'ni Mountain korxonasini asoschisi. Bular patentlash, brending bilan shug'ullanadigan korxona va bularni bir loyihalari bor. Protein degan aynan shu sizni nomingizni himoya qiladigan, patentlaydigan, nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo bo'yicha patentlab beradigan xizmatlari bor. Samimiy juda ham tavsiya qilaman. Mabodo sizni ko'p yillik nomingiz bo'lib patentlab qo'yishga unutib qo'ygan bo'lsangiz, farzandli bo'lib metrikasini olishga unutgan bo'lsangiz, Protein korxonasiga quyidagi havola orqali murojaat qiling.